biz ertaga ehromni bo'ylab Makka Mukarramaga ketayotganimizda bizga shayton hamla qiladi. Siz 60 yil, 50 yil yaqin gunohingizni Alloh kechiraman deb turganda, sizni ibodatingizni xabada qilishga qo'ldan kelgancha hissa qo'shadigan o'zini lashkarlar bilan keladi. O'yingizda har xil narsalarni o'tkazadi, yoningizdagi insonni yomon ko'rsatishga harakat qiladi. Yoki telefonda qanaqadir muammoni uyingizdagilar telefon qilib sizga aytadi. Fikri, xayolingiz ibodatda emas, o'sha narsa bilan xayolingiz o'sha narsaga berilib qoladi. Shunaqa qiling. Ertaga telefoningizni ham chetga suring, uyingizdagilarga aytib qo'ying. Men ertaga Alloh uchun ibodat qilaman. Ertaga umrani shu darajada qilingki, Alloh qabul qilsin. 65 yil yashashga menga Alloh umr berdi. 50 yil umr berdi, 30 yil berdi. 7 muchalimi sog' qildi. Bitta umrani chiroyli ado etib bermasam, qanaqa ummat bo'ldim deb o'zingiz savol beringda, ertaga ehromni bo'ylab og'ziz zikrdan to'xtamasin borguncha, talbiyadan to'xtamasin. Dunyoni matohini chetga suring. Faqat fikr, xayolingiz Allohning roziligi bo'lsin. Inshaalloh bortir Ka'baga birinchi nazar tashlaganingizda, Ka'baga nazar tashlaganingizda bitta duo qiling. Ey Allohim, meni shu yerda hamma duo qiladigan bandalaringni, qilgan duosi ijobat bo'ladigan bandalaringni qatorida qilgin deb duo qiling. Chunki Ka'bani ko'rgan paytingizda qilingan duo inshaalloh ijobat bo'ladi. Xudo xohlasa boshinglarni yerga qaratib, hammalarni Ka'baga bor-yo'q 150 metr qolganda faraz qiling, mana shu taxtda turgan joyda Ka'ba turadi. Boshingizni ko'targaningizda Ka'bani ko'rasiz. Ana o'sha paytda o'zingizni yo'qotib qo'ymay duo qiling. Farzandingizni bugungi va keyingi qiladigan gunohlaringizni kechirishini Allohdan so'rab oling. To'xtamang. Sizga kamida 40 minut, 30 minut vaqt beriladi duo qilishga. Keyin hammamiz ayollarni o'rtaga olib, tavof qilishdan boshlaymiz. Hozir qiladigan ishimiz shahidlarni borib ziyorat qilamiz. Kamonchilar tog'ini bilib oldingiz, Uhud tog'ini bildingiz, ziyorat qilamiz. Hamza roziyallohu anhu ayni shu yerdalar, unga qo'shilishib hamma shahidlar ham bor ziyorat qilib yana avtobusimizga qaytamiz.